viloyati shahar filial boshqaruvchi o'rinbosari Sodiq Ro'zaxon bo'laman. Nega sizlarga yig'ilishimizdan maqsad mahallalarda tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha uchrashuvlar o'tkazish bo'yicha yig'ilganmiz. O'zimizda Agrobank tomonidan chiqayotgan kreditlar bo'yicha ma'lumot berish hamda agar xohish istak bo'ladigan bo'lsa, kredit oladigan bo'lsa ham hujjatlarni bersang kreditlar chiqarib beradi. Agrobank shahar filiali tomonidan hozirgi kunda mahalla loyihasi bo'yicha biznesga birinchi qadam PAP 312 qaroriga asosan kreditlar ajratilyapti. Mahalla loyihasi kafillik asosida 50 million so'mgacha kredit beramiz. Bunda 2 yil imtiyoz davri bo'ladi, faqat foiz qaytariladi. 3-yilga o'tgandan keyin ta'na bilan birga qaytarilib 5 yilga beriladi. Biznesga ko'magimizda 17 million so'mgacha, eng yuqori 17 million so'mgacha beriladi. Kafillik sug'urta asosida chiqaveradi. Unda 6 oy imtiyoz davri bilan 48 oyga beriladi. Foizlar oldin foizlariga keladigan bo'lsa 25% foizlari PAP 312 qaroriga asosan 7 yil muddatga beriladi. Faqat pul o'tkazish yo'li bilan tadbirkorlarga, MCJlarga pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi. Foizi uni 22% hisoblanadi. Mahalla loyihasi bilan biznesga birinchi qadamda pul o'tkazish yo'li bilan emas, faqat fuqaroga o'zi nomiga plastik karta ochib berib, plastik karta orqali plastik kartasiga tashlab beriladi. Endi undan tashqari yana qo'shimcha kreditlarimiz bor. PAP 60, PAP 61 hamda Hamroh hayot degan yo'nalish bo'yicha kreditlarimiz bor. PAP 60 da faqat 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarga ajratiladi. PAP 61 da institut bitiruvchilarga ajratiladi. Ular foizi 18%. Bu ham ikkovi PAP 60 bilan PAP 61 pul o'tkazish yo'li bilan beriladi.